Endi qaranglar qizlarjonlar, mahsulot qimmat. Mana bu muslim adyolchasi 780 ming so'm asl narxi, lekin qimmat deydiganlar uchun bu juda ham paxtasi toza. Undan tashqari podarkalari bilan skidkada olasizlar, arzonga tushadi. Qaranglar qanaqa arzonga kelyapti. Podarkalari bilan, mana 5 ta podarkamiz bilan muslim adyolchamiz, mana bu dozatorimiz, opshi, shunaqada 7 ta mahsulotimizni 1,5 million so'm bo'lgan. Mana men to'layapman 545 ming so'm to'layapman. Tasavvur qiling. O'zi aslida men buni narxi 780 ming so'm turibdi. Men to'layapman qizlar. Bunga va 5 ta mana bu qimmatbaho orasida mana 170 minglik shampunlarimiz, losyonlarimiz va 300 mingdan oshiqli men sevib ishlatadigan svretka, и krem zaytun, и zubная pasta, bitta dozador, shuncha mahsulotga men 545 ming so'm to'layapman. Hech qanaqa